Assalomu alaykum azizlar. Men Abdullajon Abdufattohovich, Avtovest School Innovatsion avtomaktab asoschisi. Bugun sizlarga imtiyoz yo'l belgilarini, ya'ni yo'l belgilaridagi ikkinchi guruh bo'lgan imtiyoz belgilarini bo'yicha batafsil testlarni tushuntirib o'taman. Bugun sizlarga yo'l belgilarida ikkinchi guruhi bo'lgan imtiyoz belgilari haqida barcha savollarni tushuntirib o'taman. Diqqat bilan kuzating va tushuning. Agar videoda tushunarsiz joyi bo'ladigan bo'lsa, sal tezroq tushuntirib o'rayotgan bo'lsam, sal orqaga qaytarib, sekinlashtirib, boshqatdan ko'rishingiz mumkin. Eng asosiysi savollarni mazmunini tushunib olsangiz, imtihon markazida javoblar joyi o'zgarsa ham bemalol topishingiz oson bo'ladi. Birinchi savol, imtiyoz guruhi haqida. Birinchi savol, qaysi belgi kesib o'tgan yo'llarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishni yuklaydi? Kesib o'tgan deyilyapti. To'g'rimi? O'sha kesib o'tgan degani, demak, yo'l berish degani, choraha degani. Ya'ni kesib o'tgan degani choraha degani. Mana bu yerda kesib o'tgan yo'llarda, chorahada qaysi belgi yo'l berishni yuklaydigan belgi? Uchinchi belgi bo'ladi. Buni sizni chalg'itib, oddiy qilib, qaysi belgi yo'l bering belgisi desa oson topib olasiz. Shuning uchun sizning uzunroq qilib maqsad chalg'itish bo'lyapti. Demak, kalit so'zi o'rgataman. Kesib o'tgan degani bu choraha degani. Chorahada yo'l berish mana uchinchi belgi bo'ladi. Xo'p, endi qolgan belgilar to'g'risida yana o'rgataman. Birinchi belgimizda bu ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv, ya'ni siz bunda yo'l bermaysiz. Asosiy yo'lda bo'lasiz. Aksincha, o'ng tomon, chap tomondan kelayotganlar ikkinchi darajali, ular sizga yo'l berish kerak. Bu svetofor tartibga soladigan degan belgi, yo'l berishga majbur emassiz, svetofor ishorasiga qaraysiz. 4-belgimiz esa bu boshqa xavf-xatarlar. Bu 5-belgimiz yo'lning tor joylarida haydovchiga, ro'paradan kelayotgan haydovchiga yo'l berishni yuklaydigan belgimiz. Yo'l berishni talab qiladi. Ya'ni yo'lning tor joyida. Bizning savolimizda yo'lni kesib o'tgan bo'lganligi uchun 3-si to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi savolimiz, haydovchi qanday holda bu belgining talablarini to'g'ri bajaradi? Bu yo'l bering belgisi, imtiyoz belgisidagi 2.4 yo'l bering belgisi hisoblanib, bunda o'qigan o'quvchiligi bu yerda birinchi javob bilan ikkinchi javob bir-biriga o'xshash deb bo'ladi. Bu yerda demak farqi shundaki, birinchi javobda kesishayotgan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan mexanik transport vositalar yo'l beradi deyapti. Bu belgimizda nafaqat mexanik, bu barcha transport vositalariga yo'l berish majburiyatini yuklaydi. Shuning uchun to'g'ri javob F2, ya'ni kesib o'tilayotgan yo'ldan harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l beradi deyilyapti. Bu yerda mexanikka faqat yo'l beradi deyilyapti. Nima farqi bor desa, transport vositasiga yo'l beradi deganda, demak, ot arava mexanik transport vositasiga kirmasa ham, velosiped mexanik transport vositasiga kirmasa ham, hamma transport vositalariga yo'l berish yuklaydigan belgi hisoblanadi. 3-savol. Qaysi belgi kesishadigan yo'l bo'ylab harakat qilayotgan transport vositalariga yo'l berish majburiyatini yuklaydi? E'tibor bering. Boya birinchi savolga o'xshash. Kesishadigan yo'l bo'ylab bu qanaqa? Choraha. To'g'ri. Endi savolni osonroq o'zgartiramiz. Ya'ni xayolan o'qib. Chorahada yo'l berish qaysi edi? To'g'ri, 4-belgi bu chorahada yo'l berish majburiyatini yuklaydi. Qolgan belgilar bo'yicha yana ma'lumot beradigan bo'lsa, bu yo'l berish emas, bu qo'shimcha belgi, ta'sir yo'nalishlari. Bu ham yo'l berish emas, siz asosiy yo'ldasiz, aksincha o'ng tomon, chap tomon sizga yo'l beradi. 3-belgimizda esa bu yo'lning tor joylarida siz yo'l berishingiz kerak. Bu yerda yo'lning tor joyi demayapti-yu. Kesishadigan yo'l bo'ylab, ya'ni chorahada. 5-belgimiz bu endi yuk avtomobillarida harakatni taqiqlaydigan belgimiz. Yo'l berish demak qaysi ekan? 4-si bo'ladi.